Xolis ilovasini dekabrda ochdim. Dekabr oyi uchun отчетni xolis beradimi endi degan savol kelgan. Demak, siz yakka tartibda tadbirkor bo'lgansiz. Buni bir necha savollar bor. O'sha savollarga javob olgan holatda tushuntirish berish kerak. O'zi aslida, masalan, siz 1 milliard so'mgacha оборот qilgan bo'lsangiz, ya'ni 300 million, 400 million bo'lgan bo'lsangiz, demak siz o'sha hisobotingizni buxgalter topshirishi kerak. Dekabr oyiga xolis javob bermaydi. Paynet xolis aynan yanvardan boshlab u yog'iga javob beraman deyapti. 1 milliard so'mgacha bo'lganlar uchun do'stlar. Yakka tartibda tadbirkor va o'zini band qilganlar uchun. Lekin dekabr oyi uchun agar siz 100 million so'mgacha оборот qilmagan bo'lsangiz, unda hisobot hech qancha topshirish shart emas. Faqat o'sha patentingizni va o'sha pensionni degan to'lovingizni to'lab qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni bu daromad soliq va ijtimoiy soliq bo'ladi. O'shani to'lab qo'ygan bo'lsangiz bo'ldi do'stlar. Muammo yo'q. Menga obuna bo'ling. Keyingi videolarda sizlar bilan uchrashguncha xayrlayman. Salomat bo'ling.